Jitel chiqmayapti-yu, o'zim aniq mana shu taraflarga tushirib qo'ydingmi? Ha, Drinks, aniq mana shu yoqqa tushib ketdi. Yaxshilab qidirgan, iltimos. Mayli, mana bu bergan nimang ham bor-u, yog'ochdek bor, bu bilan hech narsani kavlab bo'lmayapti. Mana yo'q hech qayerda. Hozir mana bu yerda ham kavlab ko'ray. Jitel tushunmadim. Ha, nima bo'ldi, Drinks? Topildimi? Izvortlarim topildimi? Yo'qmi, tezroq aytgin. Da, mana izmurtlaring-ku topildi, lekin mana bu yerda yana nimadir turibdi, yog'och bilan o'ralgan. Mana buni mana shunday tushunmadim. Mayli qara, mana buni olib turgin-da izmurudingni. Rahmat senga, Drinks, to'g'risi, hozir 64 izvortga kuyib ketardim lekin. Mayli, hech qisi yo'q. To'xta, mana buni ham hozir olib turay. Lekin qishloqni sen ham bilmaysanmi? Bu yerda hech narsa yo'qmidi? Yo'q, bu yerda hech narsa yo'q. Mana undan so'ra mana shu uy vajirda-yu. Da, jitil, men qara, sen uying mana bu tarafda. Mana uni tagida hech narsa ko'rmaganmiding yo'qmi? Yo'q, ochib qaramaganman lekin. Bilmadim, bo'lishi ham mumkin. Hozir ko'ramiz. Tushunmadim. Hammasi g'alati. Hozir bu yerda o'sha mamlakat narsa bor. Buni olib turamiz va yo'q, bu nima bu? Bu qadimgi zamondagi mana bunaqa zambaraklar. Opa. O'q ham bor bu yerda. O'qlari ham juda ham ko'p ekan. Jin ursin og'irligini. Yo'q, mana shu yerda tur jin ursin. Voy, tushunmadimmi bu? Qayerga kelib qoldi mana bu yerda? Sandiq bormi? Chiqilib tagida hech narsa yo'qmi? Tagini ko'raydi, chunki tagini agar ochganimizdan keyin nimadir bo'lsa qani? Yo'q, hech narsa yo'q. Qani mayli ochib ko'raylik. Bu yerda qog'ozlar, bu yerda qanaqadir kitob va Jacksondan. Oppa, managi Jacksondan kitob. Qani o'qiylikchi. Salom, men B22 katta kemasining bosh nimasi? Qarovchisiman, ya'ni qo'mondonman. Mening ismim Trump. Tushunmadim, Trump? Tushunmadim, Trump bu Amerikaning prezidenti emasmi? Jacksondan Trump deb yozilgan. Tushunmadim. Xo'p, mening ismim Trump. Agar bu narsani o'qiyotgan bo'lsangiz, men allaqachon o'lganman va sizdan iltimos bu yerdagi resurslarni va sandiqdagi xatni ochmasdan men ko'rsatgan koordinataga borib, bu yoqda ekan, jo'rsatgan deb qo'yibdi mana yerda, jo'rsatgan. Qoyil do'stlar. Xo'p, shuning uchun sal o'qishga qiyin do'stlar, bu vaqtda g'alati yozilgan ekan. Bu o'tgan asrdagi yozuvlarni bilmadim, lekin ko'rsatding va iltimos bu narsalar nima? Gibridlar nimalar tushunmadim. Gibridlar what does this? Qo'liga tushib qolmasin va bu narsalar iltimos gibridlar qo'liga tushmasin. Ish qilib biz gibrid emasmizmi? Agar biz gibrid bo'lsak, endi bularni tilida bizni qo'limizga tushgan bo'lsa koordinata deb mana shu koordinatani qo'yibdi. 1223 1223. Juda ham uzoq degan. -32 90. No gap yo'q. Mana bularni ochma dedi. Bular nima bo'lishi mumkin do'stlar? Kelinglar deb tinchgina ochmaymiz aytganini qilib. Hozir. Jitili men qaranglar. Mana uni tagida bor-u. Xo'sh, nima bo'ldi? Xullas mana uni tagida qanaqadir zambarakli pushkalar, keyin qanaqadir yozuvdan narsalar bor ekanda. Uni ochib qarasam, bu narsalarni o'qiyotgan bo'lsangiz, demak men o'lganman. Mening ismim Trump deyilgan ekan kitobning nomiga qarasang, nima deydi? Hozir to'xtadi. O'qib keladi. Nima endi? Jackson. Yo'qmi, esimdan chiqib ketgan qaranglar do'stlar. Jacksondan deb yozilgan ekan. Jacksondan yozilgan. Menimcha bunday bo'lgan bo'lsa kerak. Menimcha shu Trump degan o'lgan va Jackson uning narsalarini oxirida yozib qoldirgan. Da bo'lishi mumkin. Xullas koordinata ko'rsatib qo'yibdi. O'sha koordinataga borib resurslar olib borib berish kerak ekan. Nimani kutyapsan? Olib borib ber. Biror narsasi bo'lsa, birovga darhol olib borib berish kerak. Bu yomon narsa, birov narsasini olib o'tirish. Da, to'g'ri aytasan. To'xtanglar, aytgancha xullas barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan men Drinks Minecraft va yangi videoga xush kelibsizlar. Obunachilar, qaranglar, o'sha ertalabdan nima narsalar bo'lyapti. Xullas mana jitilda izmurudi tushib ketgandi, izmurudini hali ham olgani yo'q. Mana bu yerda ochib qarasangiz, mana bu yerda zambarak qandaydir narsalar turibdi do'stlar. Do'stlar, zambarakni aniq men bitta qo'lim bilan ko'tarib keta olmayman. 100 talik, o'shaning uchun bitta sandiqni olamiz do'stlar. Sandig'i ichiga solamiz, ya'ni oppa, men bunday qilaman. Oppa, jin ursin, sandig'im o'g'ri bo'lib ketdi. Oppa.
Oppa, yaxshi. Hozir oppa do'stlar, yaxshi. Bunisini ham jinosi 4 ta zambarak. Voy, yo'mi, juda ham og'ir, juda ham to'g'risini aytsam, вообще og'ir do'stlar. Yaxshi, undan tashqari o'qlari ham bor, mayli ular tepada turib tursin, jin ursin, juda ham og'ir bo'lib ketdi. Seriyoz do'stlar, aytgancha biz mana bu yerdagi qog'oz, kitob, короче, mana shu narsalarni hammasini olib boramiz. Hozir. Mana shularni hammasini olib borishimiz kerak. Bo'pti, jitellar, men ketdim. Mana gaplashib o'tiribsam, davay, bo'pti, короче, ko'rsatgan koordinatasi bo'ylab ketamiz do'stlar. Xo'p, koordinatalarni ochib olaman men birinchi navbatda. To'g'ri ketyapmanmi? Hozir 5 minut. Da, to'g'ri ketyapman. Mana shu tarafga qarab, короче, yursam, men aniq topib olaman. Yo'q, mana bu 90 bo'lishi kerak. Mayli, короче, mana shunaqasiga ketaveramiz, to'g'ri ketyapti. Xolos, obunachilar, bo'lmasa men yetib borgandan keyin videoda yo'qaman do'stlar. Qani unda ketdim bolalar. Do'stlar, mana qaranglar. Koordinataga keldim do'stlar. Xuddi o'sha koordinata mana bu. Do'stlar, nima bu do'stlar? Bu qanaqadir katta kemami do'stlar? Tushunmadim. Yo'q, do'stlar, tushunmadim, lekin men bular ham juda ham o'g'irlik qilyapti. Mayli do'stlar. Hozir nima qilib bo'lsa ham u yerga borishim kerak. Suvdan suzib borishimga to'g'ri keladi shekilli. Mana bu yerga bunday narsamni qo'ysam, ya'ni qumni menimcha gapirishmasa kerak. Hozir do'stlar, sekingina. Bu nima bu do'stlar? Bu qanaqa kema bo'ldi? Assalomu alaykum. Yo'q, jinimizga tushib ketdim. Hozir do'stlar, jinimizga tushib ketganimni qaranglar. Shu payt ham tushib ketamanmi? Yo'q. Hozir 5 minut shuni chiqib olay. Assalomu alaykum, janob, menga bir qarab yuborasizmi? Assalomu alaykum. Tushunmadim, janob, qurolga uzoqdasiz, iltimos. To'xtang. Mana qarang, menda nima bor? Qarang, menimcha do'stlar, shularni qo'ysam tushunsa kerak. Qanaqa tilda gapiryapsizlar, tushunmayapman. Xo'jayiningiz qayerda? Mana menda mana bunaqalardan bor. Mana ko'ringlar, mana xullas mana narsalar. Iltimos. Hoy, yigitlar, to'xtanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Hozir. Tushunmadim, qanaqa tilda gapiryapsizlar? Iltimos, siz bitta odam tilida gapira olar ekansiz. Xullas, biz oldingi qadimdagi zamondan tirik chiqqan insonlardan birimiz. Xo'sh, nima maqsadda kelding bu yerga? Nima maqsadda kelding bu yerga? Qani tez gapir, yo'qsa o'ldirilasan. Yo'q, to'xtang. Meni maqsadim yo'g'on emas. Qarang. Mana bularni oling. Mana bunaqa xat, keyin mana qanaqadir Jackson, keyin Trump degan nimadir. Trump? Xullas, ana shunaqalardan, xullas, bizni qishlog'imizning pastidan chiqib keldik. Mana shu koordinatalarga kelib, mana shu odamlarga beringlar deyishdi. Men keldimda sizlarga beraman desam, mana unaqa qandaydir g'alati tilda gapiryapsizlar, o'ldirmoqchi bo'lasizlarmi? To'xta. Trump. Jin ursin, esladim. Meni o'g'lim, uni katta urushga bekor jo'natgan edim. Katta urushdan qaytib kelmadi. Unga juda ham ko'p resurslar bergandim, ammo bari yoshligiga bordi-da, hech narsa qila olmasdan qaytib keldi. Demak o'lgan, tajribasiz, xullas. Jin ursin. O'g'limni anchadan beri qidirardim. Demak, sizlarning qishlog'ingiz tarafda o'lgan, shunaqami? Shunaqa, xuddi o'shanaqa. Xullas, o'sha yerda qarang. Mana bu yerda zambaraklar, keyin undan tashqari o'qlari, xullas shunaqa narsalar topdim-da. Rostami? Shu nimalarni, gibridlarni qo'lga tushmasdan beringlar deyishdi. Yaxshi. Senga rahmat. To'g'risini aytsam, senga kattakon rahmat. Evaziga nima xohlaysan? Xohlaganingni beraman evaziga. Aytaver. Evaziga hech narsa kerak emas sizlardan. Prosta menga shunchaki berilgan vazifani olib keldim, xolos. Bu narsani o'qidimmi, demak olib kelib berishim kerak edi. Unda senga kattakon rahmat. Qara, menda senga bir ajoyib sovg'a bor. Mana shu narsani ol. Yo'q, qo'limdagi narsami? Bu nima desang, xullas, mana shunga o'xshash bo'lmasa ham boshqacha, xullas, kema qurib beradi. O'zingga balkim ishlatarsan. Bizda bunaqa kemalardan juda ham ko'p. Shunchaki hozir biz turgani eng mukammallashtirilgani. Mayli, sizga rahmat. Bo'lmasa bir ishlatib ko'raman. Mayli, bo'pti. Unda, bo'lmasa senga rahmat. Bemalol endi ketishim mumkin. Qo'rqma, ularga xullas senga teginishmaydi. G'alati tilda gapirishsa e'tibor berma.
Mayli, sizga ham katta rahmat mana bu narsa uchun. Mayli, senga undan ham katta rahmat. Mayli, bo'pti. Hozir, bor, qanaqa tilda gapiryapsan, Jinursin. Voy, bu nima bo'lib ketgan bu yerga do'stlar? Jinursin hozir. Oppa, sus. Nega suzmayapsan? Nega Jinursin suzmayapti-ku? Do'stlar, so'z Jinursin nega suzmayapti? Yo'q, xullas, qaranglar do'stlar, bizga mana bunaqa g'ayritabiiy, ya'ni ajoyib narsa berishdi. Buni kelinglar-da, sal nariroqqa borib sinab ko'ramiz. Qani, misol uchun biz ham mana bu suvda sinab ko'ramiz, do'stlar. Nima deysizlar? Oppa. Qani nima bo'ldi? Do'stlar, bu havoda paydo bo'lib qoldi-yu. Bu tushunmadim. Bu yo'q, do'stlar, bu havoda paydo bo'lib qoldi-yu. Qanday chiqaman men bu yerga? To'xtanglar. Hozir bitta mana shu narsani qilib olaylik, shuni tepaga chiqib olish uchun. Короче, voy, do'stlar, mana buni qaranglar, zo'rligini, короче, kelmadi. Oh my god, do'stlar, buni qaranglar. Wow, lekin vosh bu nima bu, tushunmadim. Nimaga kerak bu, tushunmadim. Menimcha boshqalarning qandaydir rolimi, yana bilmadim. Davay endi pastiga tushib ko'ramiz. Mana bu yerda ham choy bor ekan. Bu odamlar o'tiradi bu yerga. Da, tushunarli, понятно. Demak, bu yerdan mana bunday chiqib ketsak bo'ladi. Wow, do'stlar, lekin prosta gap yo'q, lekin mana bu zo'rligini qaranglar, kemani do'stlar. Men hozir havoda turibman-da, bu o'zi dirijabil emasmi? Do'stlar, dirijabil degan narsa bo'ladi-yu. Shunaqa narsa bo'lishi ham mumkin. Jinursa hech narsa qilmaydi, mayli.